Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Andijon Tunuka.fon kanalimizni muntazam kuzatib boruvchi qadrbaland qadrdonlar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bizda yana bir yangi obyekt, yana bir xonadonimizni Tunuka.fon ishini Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvama qishlog'ida mana shunaqa go'zal holatda yakuniga yetkazdik. Sizlarni eng qiziqtiradigan savoliga video boshida javob berib o'tib ketaman. Ushbu xonadonimizga biz Tunukani ketgan rasxodiga hisoblaganda 165 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik. Xonadon egasiga barcha xarajati ichida reka, samarez, lesa, o'rnatib berish, usta xizmati qo'yingki, barcha xarajati ichida 22 million so'mga bitkazib berdik. Tunukamiz oq rangga mokri rangda bo'ldi do'stlar. Mana bu oynalarni ham, lustralarini ham qo'yib berganmiz. Mana do'stlar, sizlarni ko'p kutilmagan holda video boshidayoq ma'lumotini berib o'tyapman, qisqa va lo'nda qilib. Shuning uchun agar malol kelmasa, bir dona like tugmachasini gumburlatib bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi bizning Andijon Tunuka.fon kanalida deyarli har kuni mana shunaqa go'zal holatdagi Tunuka.fon ishini videolarini doimiy tomosha qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa biz video roligimizni boshladik, qadrli obunachilar. Video davomida ushbu xonadonimiz haqida yana batafsil ma'lumotini berib o'taman. Joyingizga yaxshilab joylashib oling va videomizni boshdan oxirigacha ko'ring. Bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Qadrli vatandoshlar, bo'lmasam video roligimizni boshladik. Tarnov qo'yilmagan holatda shifrda tagiga ham tarnov qo'ymasdan Tunuka.fon qilsa qanaqa chiqar ekan degan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz bitta ko'rib baho beringlar. Umuman modadan qolmaydigan fason Cobra fason hisoblanadi. Bu fasonimiz do'stlar 5 yil oldin ham qilingan. Xudo xohlasa 10 yildan keyin ham bu fasonimiz modadan qolmaydi. Agar o'xshatishga kelganda bu fasonimiz kostyum shimga o'xshaydi. Kostyum shimni 20 yil oldin ham kiygansiz. Hozir ham agar to'yga boradigan bo'lsangiz kostyum shim kiyasiz. Hech qachon modadan qolmaydi. Mana bu bizning fasonimiz ham xuddi kostyum shimga o'xshab, umuman modadan qolmaydigan holatda bo'lib chiqadi do'stlar. Ichkari shapkalarni Cobra fasonda qilib berganmiz. Ishimizni sifatini mana yaqindan ko'rsatyapman. Bitta baho berib qo'yinglar. Shifrda tagiga ham Cobra fasonda qilib berganimiz uchun juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Tarnov yo'q bo'lgan holatda ham chiroyli bo'lib turibdi. Buni sababini tushuntiraman, qadrli obunachilar. Diqqat bilan eshitinglar. Mana bu shifrda tagiga biz qosh qo'yib ketganmiz. Bu tarnov emas. Mana bu qo'yib bergan qoshimizdan keyin patologiyamiz ketgan. Mana bu orqasiga karnizga oldidagi qo'yib bergan qoshimiz juda ham padmas bo'lib tushgan. Shuning uchun qaranglar, tarnov yo'q bo'lsa ham uyimizni o'zigacha ochib turibdi, o'zigacha chiroy berib turibdi. Nima uchun tarnov qo'ymaganmiz bu yerga? Sababi xonadon egasi mana bu yerga so'rtay qilar ekan. Bizda Andijonda so'rtay deyiladi. So'rtayni tepasini tunuka bilan yopar ekan. Shuning uchun tarnov shart emas, Shohruxbek dedi. Men o'zim bilgan holda tarnov o'rniga mana bunaqa qosh qo'yib qo'ydim do'stlar. So'rtaydan keyin ham juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lib turadi. Xo'p, qadrli obunachilar, ushbu xonadonimizni biz ichkari shapkasini qilib berdik, darvoza xonasini qilib berdik. Qadrli do'stlar, ko'rishingiz mumkin va mana bu ajoyib ko'rinishdagi ayvonini qilib berdik. Bundan tashqari do'stlar, ushbu xonadonimizni mana bu to'rli ustunni ham juda ham ajoyib ko'rinishda o'rab berganmiz. Ustunimizni o'rnida oldin yumaloq ustun mavjud edi, terakdan adashmasam. To'rla terayimizni mana bunaqa chiroyli ko'rinishga keltirib berdik. Do'stlar, qaranglar, ishlarimizning sifatiga baho beringlar. Juda ham yonib turibdi. Hozirlarga imkon qilsam, mana bu tepaga chiqib ishimizning sifatini yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Undan oldin mana bu joylarini tushuntirib o'tay. Mana bu ko'ripimizni do'stlar mana bu tomonga o'tkazib yuborganmiz. Aytgancha, qadrli obunachilar, shapkamizning razmerini aytib o'tay. 140 sm chiqqan shapka 140 sm chiqishiga qaramasdan, qaranglar do'stlar, umuman tunukamizda vanna degan narsa yo'q. O'ta ham go'zal bo'lib turibdi. Albatta bu bizning Andijon Tunuka.fon jamoasini, ustasini mahoratiga bog'liq. Shuning uchun do'stlar, hali ham like bosish esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, ustamizning mehnatiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videomizni ko'rishda davom eting. Xo'p, qadrli obunachilar, aytib o'tganimdek, mana bu atrofidagi oynasini ham qo'yib berdik, lustrasini ham o'zimiz olib kelib qo'yib berdik. Lustramiz hozirgi kunda 500 ming so'm, mana bu atrofidagi oynalarimiz esa bir komplekti 250 ming so'm bo'lyapti. Xudo xohlasa narxini yana ham kelishtirib beramiz do'stlar. Bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilaveringlar. Tunuka.fonimizni esa 1 kvadrat metri barcha xarajati ichida 130 ming so'mdan 140 ming so'mgacha joyda holatiga qarab, kelishuvga qarab, albatta arzonroq narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi, qadrli obunachilar, ishimizning sifatiga javob beramiz. Inshaalloh siz xohlagan sifatda qilib berishga biz harakat qilamiz. Darvozaxonamizga baho berib qo'yinglar do'stlar. O'ta ham moshni holatda turibdi. O'zinglar mana ko'rib, ishimizning sifatiga baho berishingiz mumkin.
Ish bilan ishni farqi bo'ladi, qadrli obunachilar. Mana sizlarga yaqinlashtirganimda ish bilan ishni farqiga borasizlar. Qaranglar, ishimiz o'ta ham sifatli bo'lib, burchaklari ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Ayniqsa mana bu oyna rombimiz burchaklariga ham e'tibor beringlar do'stlar. Bir dona chiziq mavjud. Bir dona chiziq bo'ldi. Qolgan joylari o'ta ham go'zal holatda bo'lib turibdi. Endi sizlarga va'da qilganimdek, mana bu ayvonimizni ham tepadan ko'rsatib berishga harakat qilaman, qadrli obunachilar. Xo'p. Mana bu mana ayvonimiz. Xo'p. Bu mana ayvonimizning ko'rinishi. Oyog'imni yechib chiqdim tepaga. Shuning uchun uyda gapiryapti, yechmay chiqaring deb. Xo'p. Qadrli obunachilar, qaranglar. Ayvonimizni yaqindan sizlarga ishimizning sifatini yaqindan ko'rsatib bermoqdaman. Juda ham go'zal holatda, juda ham ideal holatda bo'lib turibdi mana. Pastdan qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Ayvonimizning atrofini dela fasonda qilib berganmiz. Bu fasonimizning nomi dela hisoblanadi. Sababi mana bu joylari bo'rtib turadi do'stlar. 45 gradusga bo'rtib turadi. Mana bu hovuz karnizimiz bilan orqasidagi karnizi bir-biriga hamohanglikda bo'lib turibdi do'stlar. Lamchkamizning atrofiga mana bu mokri rangli tunukalarimizni qo'yib berganmiz. Lamchka yongani mana bu joylari ham bilinib turishligi uchun. Mana bu tilla rangli tunukalar alohida hisoblanmaydi, qadrli obunachilar. Bu tilla rangli tunukalarimizni ham kvadratiga hisoblaymiz. Hech qanaqa alohida hisoblanmaydi. Mana bu lamchkasini o'zingiz olib berasiz. Nari tomonga qo'ygan lamchkamizni ham o'zingiz olib berasiz. Qolgan barcha xarajati reyka samarezli esa o'rnatib berish usta xizmatlar ham mana shu narxi ichida bo'ladi. Agar siz vodiydan emas, bizni vohadan kuzatayotgan bo'lsangiz ham bemalol telefon qiling, zakaz bering, xudo xolasa vohaga ham borib mana shunaqa xizmatlarni amalga oshirib beramiz. Vohadagi tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta ushbu videoni tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Xudo xohlasa bizning xizmatlarimiz vohada ham davom etadi do'stlar. Agar siz vodiydan bo'lsangiz, albatta vodiylarni podeshga qilish maqsadida bir dona laykni hali ham bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Layk ko'p bossangiz, bizning videolarimiz rekomendatsiyaga chiqadi, qadrli obunachilar. Shuning uchun doim layk bosing, komment yozing deymiz. Kommentga ham yozib qo'yinglar. Agar nimadir yozish esinglardan chiqib qolgan bo'lsa yoki nima deb yozsamikin desanglar, 1 2 3 4 5 deb yozinglar. Plus qoldirib qo'yinglar, bo'ldi. Komment yozsanglar bo'ldi. Sizlar qancha ko'p komment yozsanglar, shuncha bizning videolarimiz ommabop bo'ladi va boshqa yurtdoshlarimizga ham biz qo'ygan videolarimiz yetib boradi. Qaranglar do'stlar, tunuka fonni mana yaqindan ko'rsatyapman. Kim shunaqa ishini yaqindan ko'rsatadi sizlarga? Akalar, qaranglar, yonib turibdi tunuka fonimiz. O'ta ham moshniy bo'lib turibdi, qaranglar. Juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ayniqsa dizayniga baho beringlar. Chetlarida dizaynlarni ham juda ham chiroyli holatda qilib berdi ustalarimiz. Mana bu ustullarimiz keladigan bo'lsa, ustullarimiz mana. Bu tunuka fon. Moshniy turibdi. Endi buni tep formaymiz, tep ko'rsatmaymiz, lekin juda ham moshniy holatda bo'lib turibdi, qadrdonlar. Ko'rib o'zinglar bitta baho berib qo'yaverasizlar. Mana sizlarga ishimizni yuqoridan ham, pastdan ham, krupniy planda ham barcha tomonlaridan ko'rsatib berdik do'stlar. Albatta Andijon tunuka fon kanalini kuzatishda davom etinglar, qadrli obunachilar. Xudo xohlasa biz sizlarga mana shunaqa go'zal holatdagi tunuka fon ishlarimizni ko'rsatib borishda davom etamiz. Xo'p, mana shu joygacha videomizni diqqat bilan erinmasdan ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling. E'tiboringiz markazida har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat hammaga.